Pochinni boshladik do'stlar. Yer osti parkovkasi. Mashinani qo'ydim. Hali bironta mashina qo'yilgani yo'q bu yerga. Kim ushbu uyni sotib olsa, mana shunday parkovkaga ega bo'lgan xonadon sotib oladi. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Bugun yangi domlardan Samkochdan, Sagdena hududidan bitta yaxshi uyni ko'rsatamiz. Yangi dom 68 kvadrat metr 3 xona studiyli formatda. Bu uyimizning kiraverish qismi. Mebel qo'yilgan, kirish eshigiga liftlik domdan bo'lyapti. 7-qavatda joylashgan. Uyimizda ikkita sanuzel bor. Hozir shularni ko'rib chiqamiz. Oppoqqina ta'mirdan chiqqan. Marhamat. Suv, gaz, sveta, muammo yo'q. Xuddi shunaqa uyda, yo bundan sal kichirog'ini biz korobka holatdagisini ko'rsatgandek, bu esa ta'mirlangan holati. Devorlar atachenta, oq rangda. Hozir biz bu yerdan uyimizda ham zal, ham oshxonasini tomosha qilamiz. Marhamat. Studiya deb shuni atashsa kerak. Bu yerda zal sifatida foydalanasiz va bu tomon oshxona qiling. Juda ham yaxshi qilingan. Mana shunday qilib eshigini ochamizda oshxonasini ko'rsatamiz. Oshxona mebellari bor, texnikalar hammasi bor. Endi biz hozir uyimizda yotoqxonalarni tomosha qilamiz. Televizorlar ilingan. Xo'p, bu tomondan ota-onalar yotoqxonasiga o'tamiz. Marhamat. Juda ham chiroyli va shinam xonadon. Spalni garniturlar bor, yangi. Bu yerda shkafi va bu tomonda do'stlar, uyimizda ochiq balkoni ham bor. Aynan shu xonadonlarni tagida, ya'ni domni pastki qismida parkovkalar mavjud. Mashina qo'yish uchun yer osti parkovkalariga ega bo'lgan domdan uy ko'ryapmiz. Bu bolalar yotoqxonasi. Qarang, chiroyli, shinam va fayzli. Dars qilish uchun sharoitlar, shkaflar, kravatlar qo'yilgan. Demak, ushbu uyimizga 65 ming dollar pul so'ralyapti. Manzilni eslatib o'taman. Samarqand shahar Samkoch hududi, mo'ljal 4-radom Sagdenaga ham qaraydi. Kadastr bor. 8 qavatli domni 7-qavatida liftlari bor. Qiziqqanlar ekrandagi raqamlarga telefon qilamiz. Fikr va takliflar kommentariyada. Hammaga rahmat, sog' va salomat bo'ling.